Xo'p qizlar, hozir biz shu lichniy ofis haqida gaplashamiz. Bu bizning ofisimiz. Mana bu joyda bizni shaxsiy xaridimiz ballari tushadi. Mana bu joyda shaxsiy xaridimizniki ham qo'shilib, komandamiz qilsa, u ham qo'shilib ko'rinib turadi. Gruppovoy объем. Mana bu joyda bizni yechib oladigan pulimiz narigi oyni boshiga oyligimiz, daromadimiz tushadi. Mana bu joyga esa podarочный pulimiz tushadi. Mana bu joy bu lavozimlar deb nomlangan. Mana buni bossanglar, taginglarda, komandanglarda nechta odam registratsiya bo'lgan, hammasi ko'rinib turadi. Bu insonning kabinetida hech kim hali registratsiya bo'lmagan ekan. Mana bu joyda shu ustiga bossanglar, mana shu oyda tushayotgan daromadinglarni shu yerda ko'rib tursanglar bo'ladi. Mana bu juda ham ko'pchilik adashtirayotgan bu dohod komandi degani. O'zingiz daromadingiz va tagingizdagi qizlaringiz qilgan daromadlar hammasi qo'shilib turib, mana shu joyda ko'rinadi. Ko'pchilik shu yerda daromad qarab, bu meniki deb o'ylayotgan, bu hammaniki qo'shilgan holatda mana shu oydagini ko'rib tursanglar bo'ladi. Mana bu yetim bolalar uchun kimda kim pul ajratmoqchi bo'lsa, mana shu yerga kirib qo'shishi mumkin. Bu bizga hozircha taalluqli emas. Mana bu joyda avgust oyida sizga nechta odam yangi registratsiya bo'lganini sonini va o'sha registratsiya bo'lganda nechta odami aktivlikni yoqqanini sonini ko'rib tursanglar bo'ladi. Va mana yerda komandalar bilan qilingan tovar оборотni foizini ko'rib turasizlar, rezultatini. Bo'ldi shu. Mana bu joyda esa polностью gold lavozimidan yuqorilar 6 oy o'sha statusga chiqib olgandan keyin gold tovar оборотini 10% dan oshirib berib tursa, 6 oy o'shani ushasa, 7-oyda daromadiga qo'shimcha premiya beriladi yana. Mana bu partnyorni registratsiya qilish uchun silka olinadi. Mana shu yerdan silkani olib turib, kim sizlarning taginglardan registratsiya bo'lmoqchi bo'lsa, o'sha odamga tashlab bersanglar bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha partnyorni klientskiy qilib registratsiya qilsanglar bo'ladi. Mana buni ustiga bossanglar, klientskiy registratsiya uchun silka olinadi. Bu klientskiy registratsiya nima degani? Bu klientskiy registratsiya bilan ham xuddi manaqa partnyordagi odam registratsiya bo'ladi va o'zining kabineti bo'ladi. O'sha kabinetga kirib mahsulot xarid qilsa, u insonga ball tushmaydi-da. U insonga podarочный pul berilaveradi o'sha kabinetdan xarid qilganiga. Hamma ball sizni glavningizga tushadi. Shaxsiy xaridingizni mana shunaqa tagingizdan bitta klientskiy registratsiya qilib turib ham aktivligini yo'qib olsangiz bo'ladi. Tushungan bo'lsanglar, tushunmasanglar endi so'raysizlar. Mana bu добавить пользователь ручной degani tagingizdan o'zingiz silka tashlamasdan registratsiya qilsangiz bo'ladi. Mana bu bilan partnyorni registratsiya qilsangiz bo'ladi. Mana bu bilan ikkinchisi klient registratsiya qilsanglar bo'ladi. Ikkalasi bir xil bo'ladi. Lekin partnyor bu tagingizga tushadigan odam, klient bu sizga shaxsiy ball beradigan odam bo'lib qoladi. Xo'p, keyingisi referalniy programma. Uni ustiga bossanglar, любой odamga mana buni kopировать qilib magaziningizga silka tashlasanglar bo'ladi. U odamga mana shu silkani tashlasanglar, ular shunday sizlarning kabinetinglarning ichida magazinga kirib qoladi-da va xarid qilsa, sizlarga ball yozilaveradi. Tushuntira oldimmi? Mahsulot, har bitta mahsulot uchun mana bu bo'limda mana silka na tovari degan ustiga bossanglar, har bitta mahsulotda silkasi chiqib qoladi. Masalan, любой, masalan, brainstorm olib turib, siz Telegram gruppangizga o'tib, kimga tashlamoqchi bo'lsangiz ham o'sha yerga o'tib turib, voy Telegram ishlamayapti. Вообще internet yo'q. Masalan, menga kirib turib, mana buni ustiga bitta bossanglar, mana shu mahsulotga silka tashalib qoldi. Ichiga bitta kirsa, mana brainstormga kirib qoladi. Brainstorm nima? Hammasini o'zi ko'rsa bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bu har bitta mahsulot uchun silka tashlab bersanglar bo'ladi. Endi silka na kategoriya degani o'sha yo'nalishlar uchun. Masalan, klientingiz menga ozish uchun polniy naborlari ber desa, shuni ustiga bitta bossangiz, mana похудение. O'sha klientingizga shunday
Ссылкani gruppaga tashlab qo'ysangiz, tushunaman. Masalan, ozish uchun mahsulot kerak degan odamga shunday tashlab qo'ysangiz, bu odam shu ссылкani ustiga bitta bossa, bu odamga ozish uchun mahsulot ko'rinaveradi. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana. Cho'ta не то bo'ldi. Короче, shunaqa. Ofis haqida menimcha to'liq ma'lumotga ega bo'ldinglar. Mana shu bizning ofisimiz.